Present perfect continuous. Hozirgi tugallangan davomli zaman. Yasalish formulasi bizda have had, subject plus have has, been plus verb, ya'ni fe'lga ing qo'shimchasi qo'shiladi. Darek shaklda mana shunda, ya'ni subject plus have has been plus verb ing. Misoli, it has been raining all day. Demak, butun kun yomg'ir yog'di. Demak, hali ham yog'yapti. Inkor shaklida subject plus have not yoki has not, been plus verb ing. I haven't been sleeping well lately. Oxirgi paytlarda yaxshi uxlamayapman. Demak, hali ham davom etib kelyapti. So'roq have, has oldinga chiqadi. Subject plus been plus verb ing ishlatiladi. Have you been waiting long? Uzoq kutdingizmi? degan savollar present perfect continuous ishlatiladi. Endi aynan ishlatilish holatlariga to'xtasak, birinchi hali ham davom etayotgan harakatlar, ya'ni I have been learning English for 5 years. Men 5 yildan beri ingliz tilini o'rganyapman. Ya'ni o'tmishda boshlangan va hozir ham davom etyapti. 2. Hozirgina tugagan va natijasi ko'zga tashlanib turgan harakatlar. Ya'ni I am tired because I have been working in the garden. Charchadim. Chunki bog'da ishlayotgan edim. Charchoq bu natija va ishni hozirgina tugatgan, natijasi ko'zga ko'rinib turibdi. Uchinchi harakat esa, ya'ni holat vaqtincha sodir bo'layotgan harakatlar. For example, he has been staying with his friends for a few days. U bir necha kundan beri do'stlari bilan yashayapti. Demak, o'tmishda boshlanib, hozir ham davom etib kelyapti va bu vaqtincha. Signal so'zlari bu zamonda harakatning qancha davom etganini ko'rsatish juda muhim hisoblanadi. For davomida bundan keyin muddat keladi. Since dan beri degani bundan keyin aynan boshlanish vaqti keladi. Misol uchun for 3 hours 3 soatdan beri, since morning tongdan beri. All day va all weeklar bu kun bo'yi, hafta bo'yi. All dan keyin kelgan so'zga o'sha bo'yi tarjimasi qo'shiladi. Lately, recently so'zlari esa so'nggi paytlarda, oxirgi paytlarda degan ma'noni bildiradi. Present perfect simple bilan present perfect continuousni juda ko'p chalkashtirishadi. Bunda asosiy muhim jihatlariga e'tibor berishimiz kerak. Present perfect simple'da natija muhim, ya'ni nima qilindi deb savol beriladi. Present perfect continuousda jarayon va davomiylik muhim. Agar I have painted the wall, devorni bo'yab bo'ldim, u tayyor desak, bu present perfect, ya'ni ish harakat emas, aytdagi devorni bo'yalganiga urg'u berilyapti. I have been painting the wall, devorni bo'yayapman, hali tugagani yo'q ma'nosida. Ya'ni boshlagan va hali ham davom etyapti. Jarayon va davomiylik muhim bo'lganda present perfect continuous ishlatamiz. Va keyingi farqi, soni ko'rsatiladi present perfect simple'da. Ya'ni 3 marta, misol uchun Amerikada bo'lganman, bu present perfect simple. Yoki 2 bakal kofe ichdim, bu present perfect simple. Lekin soni aytilmay, faqat ertalabdan beri yoki 3 kundan beri shu ishni qilyapman deyish, bu present perfect continuous hisoblanadi. Endi oltin qoida bor bizda. Bu stativ verblar, bu istisno, ya'ni stativ verblar, holat ifodalovchi fe'llar bu zamonda ishlatilmaydi. Present perfect continuousda ishlatilmaydi. Bular bilmoq, yoqtirmoq, ega bo'lmoq va tushunmoq kabi fe'llar. Shunga o'xshash fe'llar, ya'ni holat va hissiyot beruvchi fe'llar present perfect continuousda emas, present perfect simple'da ishlatiladi. I have known him bo'ladi. I have been knowing emas. Yoki I have liked bo'ladi. I have been liking emas. Bitta amaliy mashqlar, qavs-ichidagi fe'llarni to'g'ri shaklda qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kommentariyalarda javoblaringizni kutib qolamiz.